Biror qizni yoshi kattaroq erkak kishi bilan ko'rishsa, darhol shu qizni buzuqidan olib buzuqiga solishadi. Hech kim uning dardi bilan, qayg'usi bilan qiziqmaydi. Qiz o'lgurning o'zida ayb degan eski tamg'a bosishadi. Tan olaman, hayotimdagi ko'pgina o'zgarishlarga o'zim sababchiman. Hammasini bilib, aqlim yetib qilganman. Balki chindan ham gunohkorman. Husnimni ko'rib hayratga tushganlar yoshimni eshitib battar ajablanishadi. Yo'q deb boshdan oyoq qarab chiqishadi. Pardoz qilib yurishim balki yoshimni katta ko'rsatar. 17 yosh. Bu yoshda qizlar shirin orzular bilan yashashadi. Ko'pchiligi biror yigit haqida o'ylashga ham uyalishadi. Xuddi tuyg'ularini birov ko'zlaridan bilib oladigandek. Men ham ayni 17 yoshdaman, ammo hayotning past-balandligini ko'rib bo'lgandekman. Balki shuning uchun ham yoshim katta ko'rinar, kim bilsin. Ota-onamni eslolmayman. Onamning birgina singlisi 5 yoshimdan boqib olgan meni. Nomard otam onamni tashlab ketgach, onam chiday olmay o'zini osib qo'ygan ekan. Qarang, shunchalik ham ahmoq bo'ladimi odam? Bir erkak uchun shirin jondan voz kechish. Men hech qachon onamning qilmishini oqlamaganman. Balki xolam uni yomonlab qulog'imga ha deb qo'ygani uchundir. Xolamni qul, sendek qizi ham ko'ziga ko'rinmagan, mening boshimga balo qilib ketdi deb javrardi. Shu gaplardan keyin yuragimda onamga nisbatan mehr paydo bo'larmidi? Hech-da. Ota-onasi haqida gapirgan dugonalarimning yonida bo'lishni istamasdim. Ularning har so'zi yuragimga tikandek sanchilardi. Nega boshqalar kabi men ham bekamu ko'z emasligimdan, ota-onam yo'qligidan o'ksinardim. Xolam juda chiroyli edi, ammo farzandi bo'lmagani uchunmi bolalarga nisbatan mehri yo'q edi. Meni boqib olganidan ko'p nolirdi. Mehr ko'rmaganim uchun o'zim ham odamlarga nisbatan bemehr bo'lib o'sardim. Meni birov urishsa ham indamay ketardim. Boshqalarga o'xshab oh-voh qilishni istamasdim. Yig'lasam, kulsam ham ichimda edi. Maktabda yaxshi o'qirdim. Boshqalar singari mening orzularim bir dunyo bo'lgan. A'lo baholarga o'qisam, biror oliygohga kirsam, shaharga ketsam, xolamning ta'na dashnomlaridan qutulaman deb o'ylagan bo'lsam kerak. Xolam o'zidan 6 yosh katta erkakka erga tekkandi. Pochchamning xolam bilan ishi yo'q. U shunaqangi beparvo odamki, dunyoda shunday odamlar borligiga hayron qolaman. Dunyoni suv bossa o'rdakka ne g'am deyshadi. Aynan ana shunday odamlar xilidan edi. Uning latta chaynarligi, bo'sh erkakligi xolamning uning ustidan hukmini o'tkazishiga olib kelardi. Oilada ayol kishi hukmron bo'lsa, tasavvur qiling endi. Pochcham xolamning ich ko'ylaklarigacha yuvardi. Pochchamning bu ishlaridan bir nafratlansam, bir unga ichim achirdi. Sho'rlikda rahmim kelardi gohida. Xolam u bilan nomiga, elning ko'ziga eri xotin edi. Nufuzli tashkilotda direktor kotibasi bo'lib ishlaydigan xolam haqida ko'chada har xil gap so'zlar yurardi. Pochcham unga ana shu gap so'zlardan pana qilish uchun, odamlarning ko'zini shag'alat qilish uchun kerak edi xolos. Bir kuni xolam tongga yaqin uyga kirib keldi. Pochcham bechora xotinini uxlamay kutib o'tirgan ekan. Darvozadan kirib kelgan xolam erining yuziga qarab, "Hali ham yuribsizmi?" deb kirib ketgandi. Pochchamning qandaydir aybi bormidi bilmayman, ammo u hech qachon xotiniga qattiq gapirmasdi. Xolam har bayramda, tug'ilgan kunlarda guldastalar, qimmatbaho sovg'alar ko'tarib kelardi. Menga ko'rsatib maqtanardi. Mening latta erim hatto piyoz po'chog'i ham sovg'a qila olmaydi. Qaysi gunohim uchun bunday er yozilgan ekan-a deb qo'yardi gohida. Mana shu ayolning tarbiyasini olib o'sayotgandim men. Men ham xolamga o'xshab sovg'alar olishni xohlardim. O'zimcha shirin orzular qilardim. Xolamga o'xshab men ham o'zimga qarab yurishga harakat qilib, pardoz qilib olardim. O'sha paytdayoq chiroyli ayolning xushtorlari ko'p bo'lishini tushunib yetganman. Hammasi mana shundan boshlandi. 16 yoshda edim. Xolam 35 yoshini restoranda nishonlaydigan bo'ldi. Oddiy kotiba tug'ilgan kunini restoranda qilishi mumkin emas albatta. Badavlat homiysi tufayli edi hammasi. Ammo pochcham bir og'iz xotinidan pulni qayerdan olding deb so'ramadi. Restoranga borib eshik tagida qo'l qovushtirib mehmonlarni kutib oldi. Hatto ichkariga ham kirmadi sho'rlik. Xolam o'sha kuni menga ham bag'ri kenglik qildi. O'zi libos tanlab olib berdi. Ochig'i men ham husnda xolamdan qolishmasdim. Ayni balog'at yoshidaman. Egnimdagi oldi ochiq, yengsiz libosim o'sha kuni meni yanada go'zallashtirib yuborgandi. Mehmonlar ham uncha ko'p emas. Faqat xolamga yaqin bo'lgan ayollar va erkaklar. Men tengilari yo'q hisob. Bir mahal xolam u yoqdan bu yoqqa yurib pitirlab qoldi. Xolamning harakatlaridan biror kattaroq mehmon kelishini sezdim. O'ylaganimdek bo'ldi. Restoran eshigidan po'rim kiyingan, bo'yi baland, qorindor kishi kirib keldi. Istarasi issiq bu kishini ko'rib yuragim jiz etdi. U juda katta guldasta olib kelgandi. Bu guldastani atayin yasatganini bildim. To'g'risi xolamga juda havasim keldi o'shanda. Haligi kishi guldastani xolamga uzatarkan, nimadir deb qulog'iga pichirladi. Xolam shunaqangi berilib kuldiki, hatto atrofdagilar ham unga hayrat bilan qarashdi.
Atrofdagilarning gapidan bildimki, haligi odam xolamning direktori ekan. Xolam uning pinjiga tiqilib o'tirardi. O'tirganlardan hech kimni bu holat ajablantirmasdi. Men hayratda edim. Hatto pochcham ham xotini bilan ishi yo'q. O'zi 2 marta shu stolning yoniga borib choy uzatib ketdi. O'yin kulgu boshlangan payt har kim o'zi bilan o'zi ovora. Shu topda kimdir kuzatib turganini his etdim. Boshimni ko'tarib atrofga boqdim. Xolamning direktori men tomonga qarab o'tirardi. U meni ko'rsatib xolamga nimalardir dedi. Xolamning qovog'i osilib ketdi. So'ng haligi erkak uning yuzini silab, yana men tomonga ishora qildi. Darhol yuzimni o'girdim. Xolam esa men tomonga kela boshladi. Nargiza, yur, seni Sulton akam so'rayaptilar dedi g'alati ohangda. Xolamning yuziga tikildim. Uning yuzidagi ifodani tushunib bo'lmasdi. Ko'nglim g'ashlandi. Nimaga? Hayratlanib so'radim. U kishi o'tirgan tomonga qaradim. Menga qarab kulib turganini ko'rib ko'nglimdagi g'ashliklar yo'qoldi. Yursangchi, jerkib gapirdi xolam. Indamay ortidan ergashdim. Keling Nargizaxon degancha qo'l uzatdi Sulton aka. Negadir ichim qizib, yuzim ham yonardi. Xolamga qarab men ham ikkilanib qo'l uzatdim. U qo'limni ohistalik bilan tutib lab bosdi. Ichimda nimadir g'alayon ko'tardi. G'alati bo'lib ketdim. Xolamda ham o'zgarish paydo bo'ldi. Qoshlari ko'tarilib, ko'zlari katta ochilganini payqadim. Sulton aka iltifot bilan yoniga taklif qildi. Nima qilishni bilmay ikkilanib xolamga o'girildim. Xolam hamon soxta tabassum bilan turardi. Sulton akaning xohishiga qarshi bora olmasligini tushunib turardim. Qistab vergach noiloj Sulton akaning yoniga o'tirdim. Xolangiz juda go'zal ayolda, dedi Sulton aka xolamning a'zoyi o'zgarib borayotganini ko'rib. Bu gapni eshitib xolamning chiroyi ochildi. Yaltoqlanib Sulton akaning yoniga yaqinroq surilgancha, siz borligingiz uchun ham shunday go'zal bo'lib yuribman dedi. Men esa borgan sari noqulay ahvolga tushib borardim. Lekin tan olishim kerak, go'zal, jiyaning juda chiroyli ekan dedi menga ko'zini qisib qo'ygancha. Ha endi xolasining jiyanida dedi xolam vaziyatdan chiqib ketish uchun. Ammo sezib turardimki, Sulton akaning menga nisbatan qilayotgan muomalasi xolamning jahlini chiqarayotgandi. Sulton aka chaqqonlik bilan shampanni qo'liga olib ochdi-da, qadahga quyib menga uzatdi. Avval tortinib turdim. Xolam olaver degach Sulton aka bilan birga shampanskiy ichdim. Uning ortidan konyak. Borgan sari ochilib borardim. Sulton akaning har bir gapiga tabassum bilan javob qaytarardim. Boshim aylanib borardi. Konyak ta'siri meni hushimdan ketkazayotgan edi. Xolam mast bo'lib qolgan, menga e'tibor bermasdi. Ertalab ko'zimni ochganimda o'z xonamda yotardim. Boshim lo'qillab og'rir, vujudimda esa horg'inlik sezilardi. O'rnimga kiyimlarim bilan yotqizib qo'yishibdi. Menimcha pochcham meni sudrab kelgan u joyimga yotqizib o'zi chiqib ketgan bo'lsa kerak. O'rnimdan turib ko'zga yoniga o'tirdim. Yuzimga qarab qo'rqib ketdim. Yuzimning rangi ketgan. Shu payt bo'ynimdagi g'alati ko'kimtir doqqa ko'zim tushdi. Qo'rqib ketdim. Kimdir tishlagan ko'rinadi. Kecha kayfda Sulton akaning o'pgani yodimda, ammo tishlagani. Shu payt eshik ochilib, ostonada xolam ko'rindi. Shoshib yoqamni to'g'irlab bo'ynimni yashirdim. Xolamning ham yuzidan charchagani ko'rinib turardi. Ishga bormadingizmi? Hayrat bilan so'radim xolamdan. Bunday paytda ishda nima bor degancha boshini ushladi. So'ng asta yonimga cho'kdi. Tuzukmisan deb so'radi. Xolam ilk marotaba menga mehribon bo'lib gapirayotgandi. Ajablanib xolamga qaradim. Ha dedim, so'ng qo'shib qo'ydim. Boshim og'riyapti xolos. Kecha ko'p ichib yubordingda Sulton akam bilan. U yaxshi odam Nargiza. Men uni yaxshi ko'raman. Nimagaki erishgan bo'lsam, u tufayli erishdim. Sen endi yosh bola emassan. Pochchangning qandayligini ko'rib turibsan. Bunday erning boridan yo'g'i yaxshi. Faqat meni topganimga kun ko'radi. Xolam bir zum tin oldi. Sochlarimni mehr bilan siladi. Sen ham katta qiz bo'lib qolding. Meni tushunasan deb o'ylayman. Xola, sizga nima bo'ldi? Ajablanib so'radim. Xolam indamay o'rnidan turib deraza yoniga bordi. Derazadan ko'chaga boqib chuqur xo'rsindi. Nargiza, sen... Xolamning gapi chala qoldi. Eshik oldida pochcham paydo bo'ldilar. Go'zal, seni telefonga chaqirishyapti. Xolam menga bir qarab qo'ydi-da indamay chiqib ketdi. Xolam menga nimanidir aytmoqchi edi-yu, ammo gapira olmadi. Kunlar ketidan kunlar o'tib borardi. Sulton aka haqidagi gaplar mening esimdan chiqib ketdi. Rostda u mening emas, xolamning tanishi bo'lsa nima qilaman u haqida o'ylab. Bir kuni xolam meni o'zi bilan ish xonasiga sudradi. Nima qilaman, xola? Mening qayerda ishlayotganimni ko'rib qo'ydi, dedi xolam sirli kulib. Indamay ergashdim. Qora oynali 2 qavatli tashkilotda ishlarkan xolam. Sulton aka bizni juda quyuq kutib oldi. Kelinglar xolajiyan, rosa bir-birlaringga o'xshaysizlar-da o'zi ham. Ha endi istamay gapirdi xolam. O'sha kuni Sulton aka bilan ko'p gaplashib qoldik.
U kishi mendan orzularim haqida so'radi. Maktabni bitirsam kim bo'lmoqchi ekanligim bilan qiziqdi. Xolam bizni xoli qoldirib chiqib ketdi. Ishlarim ko'p edi, sen o'tirib tur dedi menga. Nargiza, ertaga maktabingga mening haydovchim olib borib qo'yadi. Sen ham bir o'rtoqlaringning ko'zlarini kuydirgin dedi Sulton aka menga tikilib. Xursand bo'lib ketdim. Rostdanmi dedim ishonmay. Buni qanchalar istardim. Axir men ham hech kimdan kam emasligimni bildiradigan payt kelgandi. Ular menga xuddi bir yetimchaga qaragandek muomala qilishardi. Sulton aka ko'zimga shunaqangi yaxshi ko'rindiki, uni o'pib olishga tayyor edim. Lekin uyaldim. Garchi ishonmagan bo'lsam-da, ammo Sulton aka aytgan so'zining ustidan chiqdi. Ertasi kuni indiniga, 3-kuni ham mashinada maktabga bordim. Sinfdoshlarim menga havas ham hasad bilan qaray boshlashdi. Sulton aka mening aytganlarimning hammasini qilib berardi. U bilan telefonda tez-tez gaplashib turardik. Ammo xolamning gaplaridan uni meni qizg'anayotgani bilinib turardi. Men esa e'tibor bermasdim. To'g'ri, xolam menga gapirmasdi, ammo baribir rashk qilayotganini sezdirib qo'yardi. Kunlarning birida Sulton aka meni cho'milishga taklif qildi. Xolam ham boradilarmi deb so'radim. Sulton aka esa ikkalamiz borib qaytamiz. Cho'milishga borishni xohlayotgandek-ku dedi kulimsirab. Xolam ruxsat bermaydilar, ularga nima deyman dedim hayron bo'lib. Xolangni qo'yaver. Men ish buyurib ketaman unga dedi ishonch bilan Sulton aka. Ikkalamiz dam olish maskaniga qarab yo'l oldik. Cho'milish kiyimi oldingmi dedi Sulton aka menga g'alati qarab. Bosh chayqab yo'q ishorasini qildim. Men cho'milamiz deganda daryoni tushungandim. Yo'q, bu yerda odamlarning cho'milishlari uchun alohida maxsus basseynlar tashkil qilingan ekan. Odamlar siyrak. Sulton aka dam olish maskani xodimi bilan gaplashib menga cho'milish kiyimini olib berdi. Bunday ochiq libosda chiqishga avvaliga uyaldim, ammo boshqa kiyim ham olmaganman. Atrofdagilarga qaradim. Hech kimni bir-biri bilan ishi yo'q. Hamma shunday kiyimda yurishibdi. Sulton aka bilan birga suvga tushdik.